Santiago Bernabeu bilan Camp Nou'ni muzeyiga 2 marta kirganman-da. 2 martasida ham men falonchilik qilib gapirmayapman. Barselonani muzeyi mehr bilan qildi. Muzey ham bilinadi-ku. Sababi deb o'yladim, ular yulduzlarga qurilganda, yulduzlarga qurilgandan keyin kirganingizda futbolchilar boshlanadi, tushunasizmi? Stoichkov boshlanadi. Faqat futbolchilar aylanadi va oxirida kubok. Real kubok bilan boshlanadi. Jonli efir qilib yurdim-da o'sha yerda. Muxlislar so'raganda bilib qoldim, nimaga Ronaldo rasmi yo'q deydi. Raul rasmi ko'proq, Zidan rasmi ko'proq ko'rindi. Ronaldo xuddi bitta bir kelib ketgan bir karvonda o'tirib ketgan boladek tasavvur. Oltin to'plari ham turibdi. Qo'yib qo'ygan oltin butsalari ham turibdi. Mayli Messichalik bo'lmasa ham Real uchun yagona-ku. Unaqa yo'q. Naryoda Messiga alohida sag'analar bo'ladi, bilasizmi? Hamma tugaydi. Kelar, o deysiz unda 8 tadan bittasi yo'q. Bitta oltin to'p qani deysiz, borku hali bermagan ekanda. 7 dan sanaysiz. Bitta yetmayotganini ham bilasiz. O'zi 8 ta ko'p va alohida turadi. Endi futbolchini qadrlashmi bilmayman. Endi bu mentalitet o'sha tomondan Stoichkovlarga ham bordi, kichkina Ronaldinholar hamma joyda aylanadi. Romario hamma bor. Ronaldo ham bor, Nazario. Realda zo'rroq o'ynagan. Realda ko'proq o'ynagan. Figu yo'q ekan. Figu yo'q. Figuga yo'q degan. Figu degan oting degan.